Assalomu alaykum. Sizlar bilan 5 million so'mlik platformasida qanday tezroq sertifikatlar olishni o'rganamiz. Buning uchun bizning maxsus veb sahifamiz bor. Mana shu veb sahifada 4 ta modulda barcha darslar kiritilgan. Bu veb sahifani Telegram kanalimizda yuklab olishingiz mumkin. Va yangi sahifada 5 million so'mlik platformasiga kirib olamiz. OneID orqali yoki boshqa usullar yordamida platformada ro'yxatdan o'tamiz. Modullar bo'limiga kirib, birinchi modulga kiramiz va boshlashni bosamiz. Birinchi video namoyishini boshlab, tezlikni 2x, ovozni esa pastlatib olamiz va maxsus sahifamizga o'tamiz. Ctrl bilan birga chichqonchaning chap tugmasini bosib chiqamiz. Har bir dars ustiga. Yuqorida ko'rib turganingizdek har bir videolar alohida sahifalarda ochiladi. Har biriga alohida kirib, videolar namoyishini tanlab chiqamiz. Ovozni 100% yo'q qilib qo'ymaysizlar. Ozroq ko'tarib qo'yganlar ma'qul. Biz bu videolar namoyish tugaguncha testlarni ishlab turamiz. Buning uchun ham sahifaga kirib o'tishimiz mumkin testlarga. Testni boshlaymiz. Birinchi savol. Kodlar barchasi xulosa to'g'risi mashina o'rganish, chuqur o'rganish, mashina o'rganish. Keyingisi va mana testni yakunladik. Endi videolar tugagach, oynani yangilaganimizda sizlarda ham anaqa 100% birinchi modul yakunlanadi. Qolgan oynalarni yopib olamiz va endi ikkinchi modulga o'tamiz. Modullar bo'limi ikkinchi modulga o'tamiz. Ikkinchi modulni boshlaymiz. Va mana birinchi video namoyish boshlandi. Endi maxsus sahifamizga o'tib, har bir videoning ustiga chichqonchaning chap tugmasi va Ctrl bilan bosamiz. Har bir sahifa alohida ochilyapti, ko'ryapsizlar. Har bir video yana avvalgi birinchi moduldagidek videolarni namoyish qilib chiqamiz. Har biriga playni bosib chiqamiz. Va bular videolar namoyish tugaguncha biz testlarni yana ishlab turishimiz mumkin bo'ladi. Xullas hammasi shu holda bir xil ketadi. Shu tarzda hammasi modullarni ishlab yakunda sertifikatga ega bo'lamiz. Tushunmaganlar kommentariyaga yozishingiz mumkin. Imkon qadar javob beramiz. Hammanglarga omad tilaymiz.